Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur qurultiyi vakillari Chexiyaning poytaxti Pragada Munbar 2000 yig'iniga taklif bilan qatnashib, har qaysi davlat rahbarlariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovudin, qurultayning muavin raisi Zumrat Erkin, qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas va qurultayning sobiq raisi Merkezi Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at Chexiyaning poytaxti Pragada ochilgan 29 navbatlik Munbar 2000 yig'iniga taklif bilan qatnashib, har qaysi davlat rahbarlariga navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining hozirmi ham davom qilayotganligidek realligini tanishtirgan. Bu qatimqi Munbar 2000 yig'ini 12 oktyabrdan 14 oktyabrgacha davom qildigan bo'lib, bu munbarga siyosatchilar, siyosiy faoliyatchilar, diplomatlar, tadqiqotchilar qatnashib, dunyodagi mavjud masalalarni muzokara qiladigan va davlatlarga, parlamentlarga taklif tavsiya suniladigan bir demokratiya munbiri bo'lib, bu yig'inga har yili Dunyo Uyg'ur qurultiyimi alayda taklif bilan qatnashib kelayotgan bo'lib, bu qatimqi Munbar 2000 yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillaridan boshqa yana Amerikadagi Uyg'ur advokat Rayhon Asad qatnashgan. Qurultay rahbarlari Chexiyaning prezidenti Peter Pavel va Praganing shahar boshlig'i va Chex parlament a'zosi Zdeněk Hreb, tashqi ishlar ministri Jan Lipovskiy, Gruziyaning sobiq prezidenti va Yevropa parlamentining bir qism a'zolari bilan ayrim uchrashib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham davom qilayotganligi, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan bu qirg'inchiligining faqat yaqinqi yillardagi bir hodisa bo'lmasdan, balki Xitoy ishg'olidan keyin sistemali holda davomlashib kelayotganligini ta'kidlab, bu yig'inda ayrim suhbat elib berish fursatiga erishgan har qaysi demokratik davlatlarning rahbarlari va parlament a'zolariga bu qirg'inchilikni to'xtatishda amaliy kuch chiqarish kerakligi haqida talablarda bo'lingan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilib, tafsiliy ma'lumot bergan Dolqin Aysa apandim mundaq deydi. Her yili bu forumga munbarga qatnashish uchun dunyoning Latin Amerikasidan tortib, Afrikadan tortib, Yevropaning har qaysi joylaridan, dunyoning har qaysi joylaridan, Amerika kanallaridan bo'lib, demokratiya, kishilik huquqqa oid masalalar muzokara qilindi, shu rahbarlar kelib qatnashdi. Buningga biz Uyg'ur delegatsiyalar 2018-yildan buyon shaxsan men qatnashyapman. Buningga burunqi dunyo qurultiyining rahbarlari uning oldida kelib qatnashgan. Bu yerda dunyo tinchligi, demokratiyasiga oid masala muzokara qilingan gap. Buning bilan birga bu yerda yaxshi bir tunishish, Uyg'ur davosini anglatish, suhbatlashish, yeni dunyo rahbarlari bilan, kishilik faoliyatchilar bilan aloqa qurish ishlarini olib borildi. Bu yerda nurg'ulg'an davlatlarning yuqori darajadagi amaldorlari bilan ko'rishdik. Masalan, bugün Chex Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Pavel Efendi bilen Tashqi ishlar ministri Jan Lipovskiy Efendi bilen onun aldın kelimi görüşken tekrar bir yerde görüş fırsatlarımız oldu. Onun başka Tibetlik dostlarımız bilen görüştük. Latin Amerika'sının bir yerden kelgen parlament a'zolari ve devlet rahbarları bilen ministerler bilen görüş fırsatlarımız oldu. Bu yig'inning ikkinchi kunida Yevropa Uyg'urlarga qanday yordam qila oladi degan temada Chexiya akademiyasining tadqiqotchisi, Uyg'urlarning yaqin do'sti Ondrey Klemensning riyosatchiligida maxsus suhbat o'rinlashtirilgan. Bu suhbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin, Uyg'ur muhojiratining Yevropa davlatlarida duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklari, siyosiy panohlik masalasining hal bo'lish bosqichining uzilishi, Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari va 3-davlat orqali Yevropaga kirgan Uyg'urlarning qaytarilish xavfi, pasport va ba'zi rasmiy hujjatlarning vaqti o'tgan yoki uzartilmaslik sababidan Xitoy konsulxonasidan material ekilishga majbur bo'lishdek ba'zi ishlarning yuz berayotganligini, ammo muhojiratga Uyg'urlarning Xitoy konsuliga berishining o'ziga va vatandagi oilasiga bo'lgan xatri deganlarni o'ttirib qo'yib, Yevropa davlatlarining Uyg'urlarning panohlik, puhralik ishlarida qulaylik yaratib berish kerakligini, Xitoyning chegara halqagan bostirishiga qarshi qo'g'dishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoyni javobgarlikka tortish kerakligini ta'kidlagan. Chexiyaning marhum prezidenti Václav Havel, Yaponiyalik saxovatchi Yoxi Sasakawa va Nobel tinchlik mukofotining sohibi Elie Wieselning o'rtaq tashabbusi bilan
1996 yılı qurilgan Munber 2000 yig'ini qurilgandan buyon har yili bir qitim ichilib kelmoqda. Hozirgacha bu munbarga siyosat sohasidagi dongli arboblar qatnashib kelgan bo'lib, buningga Saudiya Arabiston shahzodasi Hasan bin Talal, Yaponiyalik saxovatchi Yoxi Sasakawa, Frederick William, Bill Clinton, Oscar Arias Sanchez, Dalai Lama, Henry Kissinger, Shimon Peres qatorliq dongli kishilar qatnashgan bo'lib, bu qitimqi munbarga Yevropa parlamentidagi Uyg'urlarning do'sti va aktiv qo'llag'uvchisi Miriam Lexman, Yevropa parlamentining a'zolari, Chexiyaning prezidenti va tashqi ishlar ministri, har qaysi axborot vositalarining muxbirlari va siyosatchilar qatnashgan. Belgiyada Xitoy uchun josuslik qilgan bir soqchi tekshirilmoqda. Politico'ning 11 oktyabrdagi xabariga qaraganda, oldingi hafta Belgiya poytaxti Bryusselda Excellis rayonluq soqchi idorasi Xitoy uchun josuslik qilish jinoyati bilan ayblangan bir Belgiya bexatarlik xodimini qo'lga olgan. Bryusselda Yevropa ittifoqining nurg'un organlari, Shimol Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATOning bosh shtabi, 100 dak xalqaroliq tashkilot va chet elning 300 dan ortiq diplomatik o'migi bor bo'lib, Belgiya bexatarlik idorasi tarafidan qo'lga olingan bu shaxs Xitoy josuslik organi tarafidan Bryusseldagi xalqaro diplomatik chambariga kirish uchun bekitilgan deb qaralgan. Bu shaxs Bryussel shaharlik yerlik soqchixonada ishlaydigan bo'lib, u payshanba kuni qo'lga olingandan keyin uy oqtirilib, o'zi hozir Belgiya bexatarlik idorasi tarafidan tekshirilmoqda ekan. Bu qitimqi Xitoy josuslarini qo'lga olish voqeasi Belgiyaning bexatarlik organlariga bo'lgan besimning kuchayayotgan mezgilda ilib berilgan bo'lib, Belgiyaning Leo Soir gazeti Xitoy hakkerlarining 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan oraliqda Belgiyaning davlat bexatarlik sistemasiga singib kirganligini, bu voqeani tarixdagi eng cho'ng sonliq ma'lumotning Xitoy hakkerlar tomonidan o'g'irlangan voqea deb qaralganligini oshkorlagan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Huquq Oliy komissari Volker Türk Uyg'ur masalasida aktiv harakat qilmaslik bilan qattiq ayblashga uchirgan. Kişilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq ijroiya direktori Kennis Ross bilan Volker Türk o'rtasida ilib berilgan dialogda Kennis Ross Volker Türkni Uyg'ur masalasida mas'uliyatsizlik va aktiv harakat qilmaslik bilan ayblagan. Kişilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq ijroiya direktori Kennis Ross Uyg'urlar haqida Volker Türkdan burunqi boshliq Michel Bachelet Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilganligini isbotlaydigan nihoyat kuchli dokladni e'lon qilgan edi. Siz vazifaga o'tirgandan buyon 3 yilda bir qatimmo Xitoyning Uyg'urlar ustidagi insoniyat qarshi jinoyatlarini ayblab boqmadingiz. Biroq bugun ko'pchilikning oldida siz buni ayblamsiz, tanqidlamsiz yoki qanday qilsangiz mayli. Uyg'urlarga qarshi noto'g'ri muomalalarni ayblamamsiz. Michel Bachelet e'lon qilgan Xitoy insoniyat qarshi jinoyat o'tkazish ehtimolligi bor degan dokladning mazmunini ta'kidlab o'tamsiz deb Volker Türkni Uyg'ur masalasida aktiv pozitsiya bildirmaslik bilan qattiq ayblagan. Kişilik huquq Oliy komissari Volker Türk, "Men o dokladga butunlay qo'shilaman. Men buni oshkor deb keldim. Qancha qatim oshkor ifoda bildirganligimni bilmayman." Shundoq, doklad e'lon qilindi. Biroq Kişilik huquq kengashi o dokladga asosan biror qaror chiqarmadi. Sizlarga ma'lum bo'lganidek, o doklad BDT Kişilik huquq kengashida mag'lubiyatga uchradi. Mening strategiyam Xitoy hukumati bilan so'zlashish, qayta va davomli so'zlashish. Bu faqat Uyg'urlar haqida emas, balki yana Xitoyning boshqa joylaridagi Hong Kong, Tibet va puhrolar sohasi qatorliqlar to'g'risida suhbatlashadigan fursatlarni izlash degan o'ttirib qo'yib, ilgirlashning nihoyat ost ekanligini, ammo bu ish ustida bor kuchi bilan tirishayotganligini, texmi ko'proq ish qilish uchun yetarlik moliya kuchining yo'qligini bildirgan va shundaqla bu masalaning BDT Kişilik huquq Oliy komissarligining xizmatining muhim bir qismi ekanligini ta'kidlab, tirishchanligimizni davomlashtiramiz. Bu dokladga qarta mening hech qanday qarshi fikrim yo'q deb aytgan. Hörmətli ko'rurmanlar, yuqorida diqqətinizə kunlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.